Do'stlar, ko'rib turganingizdek, seximizda yana bir komplekt gazovol stanovini dastavka qilyapmiz. Laykni bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Videolarni to'liq tushuntiraman hamda stanovlarni ham tanishtirib o'taman. Ko'rib turganingizdek, bu seximizda o'zimiz ham gazovol ishlab chiqaramiz. Liniyaviy holatda o'zimizniki. Akamiz ham qiziqib, liniyaviy holatda zakaz qilgan. Mana bunday 10 ta qolipi, avtoreskasi, suv bochkasi, mishalkasi hamda rushnoy reskasigacha qo'shib berganmiz. Mabodo svit o'chib qolsa, rushnoy ham kesib qo'yadi. Komplekt holatda Sirdaryo viloyati Guliston shahriga dastavka qilyapmiz, do'stlar. Hamda akamiz mana bunday holatda, liniyaviy holatda qilyapti. Betonlarni kuyib, ugonloylarini, liniyalarni tayyor qilib qo'ygan. Xudo xolasa apparatlarni yukladik. Olib borib dastavka qilib, ustanovka qilib kuyib ko'rsatamiz shu yerda. Hamda kimgadir mana bunday holatda gazoblok, pena blok, palistira blok qo'yingki, blokka oid barcha stanovlari xudo xolasa tayyorlab beramiz. Palistira blogimizni stanovlarini ham tayyor qilib qo'yganmiz komplekt holatda. Bu yerda mishalkalari turibdi, gazobloklarni minnisi, katta gazoblok hamda palistira blokniki hamda arzon variantda pena blok apparatimiz komplekt holatda, yevro komplekti. Narxlari ham arzon, dastavkalar O'zbekiston bo'ylab, do'stlar. Hamda gazoblok apparatimizni kattasi, mini gazoblok, palistira blok qo'yingki, hamma stanovlarimiz komplekt qo'shimcha qoliplarigacha mavjud. Murojaat uchun ekranda telefon raqamlarimiz, laykni bosib kanalimizga obuna bo'laverasizlar. Hammaga rahmat.